Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz obunachilar, bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida biz azizlar. Bu yerda biz hozir sizlarga umraga qanday boriladi, narx-navolari qanaqa bo'lyapti, gastnitsa oraliq masofalari qanday bo'lyapti va barchasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Buning uchun siz like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Azizlar, biz videoni boshladik. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka mukarramada bo'linadi inshaalloh. Gastnitsalarimiz 4 yulduzli gastnitsalar. Oraliq masofa Madinada 250-300 metr oraliq masofada, Makkada esa 800-900 oraliq masofada bo'ladi azizlar. Makkada bemalol piyoda borsangiz ham bo'ladi. Avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan, avtobuslarda ham borsangiz bo'ladi azizlar. Xo'p azizlar, Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi azizlar. Albatta o'zbek oshpazlari tomonidan. Xo'p azizlar, sayohatlarimiz, ziyoratlarimizga keladigan bo'lsak, ziyoratlarimiz Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bor azizlar. Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohati ham bor azizlar. Bemalol ekranıngizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Xo'p, reyslarimizga keladigan bo'lsak, reyslarimiz hozirgi kunda azizlar haftani har seshanbaga Toshkent Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftani har chorshanbaga Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Xo'p, undan tashqari sizlar bilan qanday bog'lanamiz? Bizniki uzoqroq deydiganlarga esa bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz sizga Centrum shot raqamlarini tashlaymiz. Sizlar esa o'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Agarda siz ofisimizga keladigan bo'lsangiz, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan. Bemalol kelib Centrum rasmiy kassalariga to'lovlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Albatta Zagram pasport esdan chiqmagan holda azizlar. Undan tashqari azizlar, agarda siz chet elda kuzatayotgan bo'lsangiz, ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz bitta chiroyli sertifikat va gulni olib, sizni ota-onangizni sizni nomingizdan tabriklab kelamiz azizlar. Xo'p azizlar, undan tashqari to'lovlar, narxlar qanday bo'lyapti deydiganlarga esa hozirgi kunda narxlarimiz azizlar $1025 Toshkent Jidda yo'nalishli paketlarimizni qilib qo'ydik. $1050 bo'lsa Farg'ona Jidda yo'nalishli paketlarimizni sizlar uchun qilib qo'ydik azizlar. Bemalol ekranıngizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Asosiysi o'zingizga ehtiyot qiling.